iste'mol qiladiganlar diqqatiga, barcha xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. Mamlakat bozorlarining arzonlashtirilgan rastalarida 1 kilogramm mol va qo'y go'shti o'rtacha 65-75 ming, savdo rastalarida 90 ming 95 ming so'm sotilmoqda. Bu haqda Qishloq xo'jaligi vazirligi bayonotida ma'lum qilindi. Qishloq xo'jaligi vazirligi go'sht narxi qimmatlashishi yuzasidan rasmiy bayonot bilan chiqdi. Qayd etilishicha, go'sht narxi oshishi global miqyosda kuzatilmoqda. Bu dunyoda go'sht ishlab chiqarish hajmi sekinlashayotgani, yirik importchi davlatlarda talab yuqoriligi va ozuqa xomashyosi va transport xarajatlari ortishi bilan bog'liq deyildi. Masalan, Rossiyada tovuq go'shti narxi 1 yil boshidan buyon 9,7% ga, Qozog'istonda esa 4,7% ga oshgan. Umuman olganda, O'zbekistonda go'sht narxi mintaqaviy tendensiyalar doirasida saqlanmoqda va global bozor tebranishlariga nisbatan barqarorligi namoyon qilmoqda, deb yozgan vazirlik. Bayonot O'zbekiston bozorlarining arzonlashtirilgan rastalarida 1 kilogramm mol go'shti va qo'y go'shti o'rtacha 65-75 ming so'mdan, savdo rastalarida 90 ming 95 ming so'mdan, savdo markazlarida 95-100 ming so'mdan sotilayotgani ma'lum qilindi. Toshkent shahrida arzonlashtirilgan rastalarda 65-75 ming so'mlik go'shtni xaridorlarning 15-18%ni, 90 ming 95 ming so'mlik ro'zg'orbob go'sht esa 82 ming 85 ming so'm foizni, 110-130 ming so'mlik suyaksiz lahm go'sht atiga 1-2% tashkil etadi, deya tahlil qilgan vazirlik. Bayonot davomida O'zbekistondagi narxlar ayrim davlatlardagi raqamlar bilan taqqoslanganda, Rossiyada 1 kilogramm mol go'shti 10-12, Belarusda 6-8, Qozog'istonda 7-11 sotilmoqda, deb qayd etilgan. Vazirlikka ko'ra, O'zbekiston dunyoning go'sht eng arzon sotiladigan davlatlari qatorida bo'lib, Markaziy Osiyo mamlakatlari ichida Qirg'izistondan keyingi 2-o'rinni egallaydi. Bayonotda 2025-yil 1-choragida go'sht narxi ta'sir qiluvchi yem-ozuqa, elektr energiyasi va yoqilg'i mo'ylash materiallari qimmatlashishi keltirilgan. Keyingi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring.